Allohi va barakotuh. Agar sizga tushingizda ko'rgan narsalaringiz ta'biri qiziq bo'lsa, unda albatta siz bizning kanalimizga obuna bo'ling va o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob toping. Agar kimki tushida asalari ko'rsa, asalari Ibn Sirin roziyallohu anhuning aytishicha, tushdagi asalari keng rizqli erkak va kasb qiluvchi ayoldir. Tushida asal arisi borligini yoki birov unga berganini ko'rsa, shunga yarasha mol va ne'mat topishiga dalildir. Jobir Mag'ribiy roziyallohu anhuning aytishicha, tushida asal arilar unga yopishganini va chaqayotganini ko'rsa, mol va ne'matni ranj bilan topishiga dalildir. Tushida asal arilar asal yeyotganini ko'rsa, shunga yarasha ziyon ko'rishiga dalildir. Tushida asal arilar asal yeyotganini ko'rsa, shunga yarasha ziyon ko'rishiga dalildir. Tushida asalni asal arilardan tortib olganini ko'rsa, yaxshi va foydali so'z eshitishiga va bundan foyda ko'rishiga dalildir. Asalari uyasi. Agar kimki tushida asalari uyasini ko'rsa, u tush egasi uchun xotindir. Uning arisi naslidir. Asalari molidir. Ba'zida u g'am tashvishlardan xoli bo'lishiga dalolatdir. Kimki tushida asal arilarga egalik qilgan bo'lsa, unumdorlik va boylikka dalolat qiladi. Kim asal arilarning boshiga qo'nganini ko'rsa, uning mansabi ko'tariladi. Kim asal arilarning boshiga qo'nganini ko'rsa, uning mansabi ko'tariladi. Kim asal arilarni o'ldirsa, dushmanni bo'ysundiradi. Dehqonlar uchun asal arilarni o'ldirish yaxshilik alomati emas.